Barchamizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ixtiyor Mamadaliyev. Demak, yoshlarimizda urug'lar kamayib ketishi muammosi haqida gapirib o'tdik. Jonli efirlarni hammasini ko'rib chiqishga ko'pchilikda vaqt bor yoki yo'q, buni ham aytib o'tib ketyapmiz so'zimiz boshida. Va do'stlar, yaxshimas ayollarni ko'payib ketishi va yaxshimas ayollarga bo'ladigan erkaklardagi nafs talabi, xohishi deymiz. Va buni natijasida oilalarga dars ketishi, munosabatlarga. Onamlar ovqatga chaqirdilar, bo'lmasam ovqat deb davom ettiramiz suhbatimizni. Xo'sh do'stlar, mana shunaqa chiroyli ovqatcha. Endi o'zimga qaratib olaman. Yaxshi, telefon anaqa imkoniyatlari keng ekan. Demak, shu masala do'stlar. Oilalarning munosabatlariga dars ketishi, birov-birovlarni aldashi, yolg'on gapirishlari, bunga chek qo'yildi qaysidir ma'noda. Ozgina master klasscha bo'lib o'tdi. Qanchadir vaqt muddat oralig'ida. Va asosiy masala shu. Farzandsizlik sabablari, oilalarning ajrab ketishi. Ko'pchilikning kasal bo'lishi va kerakli, foydali mashg'ulotlar bilan, ishlar bilan, o'zlarining hayotlari bilan emas, boshqalarning hayotlarini rasvoy, raddi balasini, dabdalasini chiqarish uchun yashaydiganlar haqida qisqacha gapirib o'tib ketdim. Va ular bilan qaytib aloqa qilmaslikni ya'ni umuman olganda hech kim bilan gaplashmaslikni hammaga oxirida aytib o'tib ketdim. YouTube kanali ограничениyaga, ya'ni taqiqqa, cheklovga tushgani ham bizga hech qanaqasiga ta'siri yo'q. Sababi o'zi mavzular yakunlandi qisman. Bundan buyog'iga yomonlarni o'ziga qarab, ko'ziga qarab, sen yomonsan, sen yaxshi inson emassan deyishga bizga ehtiyoj qolmagandi. Chunki ikkinchi YouTube kanalimga, ya'ni sizga qaratilgan Oyna YouTube kanalida kerak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri tanishmasdan turib jiddiy suhbatlar uchun men tayyor edim. Hozir ham tayyorligimni aytdim. Va tayyor bo'lishsa marhamat. Kimdir qanaqaligini oyna ko'rsatsa, oynadan o'tkazish kerak emas, shart emas. Oynani odatda odamlar sindirib tashlaydi. Xuddiki ularni qaytib ko'rsatmasa bir narsa o'zgarib qoladigandek. O'shaning uchun do'stlar, oyna xohlaysizmi yo'qmi ko'rsatishda davom etaveradi. Faqat shart shu. Oynani oldiga kelish sizdan. Oynadan ko'rsatish faqat. Afsuski, hozircha oynada men ekanman. Aytib o'tganimdek, ota-onam yoshlari ulug'.
Otamni masalari yo'q. Yuzga kelganingizda uydagilaringiz sog' salomat sizni kutib olishayotgan bo'lishsa, buni qadriga yeting. Va barcha ota-onalarga shu masala, jiddiy masala. Gapirib aytib o'tib ketishim kerak. So'zim, gapim, fikrim hammasi shu. Farzandlaringiz uchun o'zingiz ehtiyot qiling. Bir orada qo'shiq chiquvdi. Iltimos, dadamga ichirmanglar. Ichkilik, chekish yoki bo'lmasam bekorchi betayinlar bilan yurish do'stlar hech qachon sizni hech qayerga olib kelmaydi. Kasalxonadan boshqa. Men shuning uchun yoqtirmayman betayin odamlarni. Ertaga yoningizda turmaydiganlarni. Keyin eslab qoling do'stlar. Hammaga oldindan aytib qo'ying. Men bilan masofa saqlab gaplashinglar deb. Yaqinlashsa xafa bo'lib qolishmasin. Yoki o'zingiz ham masofa saqlab gaplashishga o'rganing. Keyin xafa bo'lib qolasiz. Kimdirlarni ahmoqligidan, kimdirlarni aqlliligidan, farosatidan. Odatda ahmoqliklar bilan duch keladi odam, lekin kimdir farosati bo'lgan taqdirda ham yomon xafa qilib qo'yishi mumkin. Ahmoqlar yolg'oni bilan, farosatli inson haqiqati bilan. Xo'p, o'zi 1 soat qilmoqchi edim videoni. Lekin 1 soat nimani gapiraman? Bo'ladigan narsani gaplashish uchun bo'lsa, albatta bahs muzokara deydi-ku. Har doim fikringizga qo'shiladigan va qo'shilmaydigan insonlar bo'ladi albatta. Men ham ularni albatta kutib qolaman. Sizga qaratilgan oyna YouTube kanalida, YouTube'da shunaqa yozishingiz mumkin. Tez orada ko'rishguncha deb qolaman, nima deyman? Men siz bekordan bekorga vaqtingizni oladigan inson emasman. Boshqalar kabi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rishguncha, uchrashguncha deb qolaman. Biz xayrlashmaymiz.
barchaga yoqimli ishtaha, doimo tinchlik, xotirjamlikda, yuzimiz yorug' holatda har doim bardavom qilsin. Doimiy ko'rishuvda, uchrashuvda, suhbatda bo'laylik. Keyingi YouTube kanalda bo'ladi faqat.